Assalomu alaykum. Bek Tashqarining mashhur partizanlari. Mana bugun sizlar bilan Bek Tashqari admini Nurbek bo'lib qolyapti do'stlar. Mana bugun video roligimiz mana mashina sotiladi, shundan iborat. Hozir video davomida ko'rib ketasizlar. Qancha narxi, qancha mashina qayerda, pastki nomer qoldirib o'tamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanib xarid qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'ling. Do'stlar, mana bugun mashina reklama qilyapmiz. Bugungi video roligimiz mana shu mashina sotiladi. Mercedes. Yilga keladigan bo'lsak 99-yil 1999. Hop, dokumentiga keladigan bo'lsak 1 yillik dokumenti bor, o'teli bor. Mashina sostanasini hozir video davomida ko'rib o'tasizlar do'stlar. Balonga keladigan bo'lsak, balon ko'rib turibsizlar. Normal sostanada 4 balon ham. Hop. 99-yil 1999. Gotovoy puska. Hop. Mercedes rangi ko'rib turibsizlar. Hop, nimaga keladigan bo'lsak, dizel ekan. 100ga 6-5 deyapti. Hal ichkari salonlarni ham ko'rib o'tamiz do'stlar. Ichkari salonlarni ko'rtasizlar. Xo'p. Ichkari salonlar. Kataloglar. Arka salonlar. Xo'p, oldi ikkita darvoza elektropaket. Arkasi bo'lsa ro'shnoy ekan. Ro'shnoy ko'rtasizlar. Orqa salonlari. Mashina normal sostanada turibdi do'stlar. Kelib yana o'zlaringiz ko'rasizlar, pastga nomer qoldirib o'tamiz. Narxlar to'g'ri kelsa bemalol kelib savdo qilishlaringiz mumkin do'stlar. Mana shu yerda ko'rib turibsizlar, shu yerda aybi bor, kamera kraskasi. Ko'rib turibsizlar, boshqa biron joyda aybi yo'q. Kelasiz, ko'ramiz, ma'qul bo'lsa gaplashib mashinani olib ketasiz. Xo'p, mashinaning adresiga keladigan bo'lsak, Noxaya Shartos, Dexaya, Lyubyakarda. Pastga nomer qoldirib o'tamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanib narx-navosiga keladigan bo'lsak, narxi 74 ming somon deyapti. Yana muomala bo'ladi do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, pastga nomer qoldirib o'tamiz. Bemalol telefon qilib narxini, mashinaning o'zini ko'rib bemalol olishlaringiz mumkin do'stlar. Nima deb qolamiz? So'nggi videolargacha ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib, bittadan kommentariy qoldiramiz. O'z fikrimizni kommentariyada qoldiramiz do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.